Ariya glyukometri to'g'ri o'lchaydimi? So'nggi paytlarda diabet gruppalarida insonlarning fikri ikkiga bo'lingan. Kimdir ariya glyukometrini yaxshi desa, kimdir yomon deydi. Bunday bahs-munozaralarni ko'rib, men ham o'z glyukometrimni tekshirishga qaror qildim. Sinovni Shohmet Center laboratoriyasi bilan boshladim, chunki biron bir glyukometrni boshqa glyukometr natijalari bilan emas, laboratoriya natijalari bilan tekshirish maqsadga muvofiqdir. Bu yerda analizni venadan olishdi, topshirib bo'lishim bilan darrov ariyada ham o'lchab ko'rdim. Och qoringa saharim ariyada 7,3 ko'rsatdi, laboratoriyada esa 7. Eksperiment yanada aniqroq bo'lishi uchun ertasi kuni Vitaloq laboratoriyasiga yo'l oldim. Bu yerda men nafaqat venadan, undan tashqari barmoqdan ham qon topshirdim. Eng qizig'i, glyukometr uchun ham, laboratoriya uchun ham qon bir paytda bitta qondan olindi. Natijalarga keladigan bo'lsak, och qoringa venadan olingan sahr ariyada 5,3, laboratoriyada esa 5,4. Barmoqdan olingan qon 5,6, laboratoriyada 5. 2 soatdan keyingi, ya'ni to'q qorindagi sahrni ko'rish uchun ovqatlanib yana laboratoriyaga qaytdim. Bu safar ham vena va barmoqdan qon topshirdim. Venadan qon olinayotgan paytda laborant opamiz venadan olingan probirkadan mana shunday o'zlarining maxsus pipetkalari bilan qon olib, glyukometrga tomizib berdilar va natijada to'q qoringa venadan olingan qonda ariyada 5,9, laboratoriyada esa 6,1. Barmoqdan olingan qonda esa ariyada 6,6, laboratoriyada esa 6,5. Yomon emas dedim. Ertasi kuni davlat laboratoriyasidan bitta tekshirib ko'ray deb o'zimizdan radno endokrinologiyaga yo'l oldim. Qatras o'zimning 3 oylik analizlarimni ham topshirishim kerak edi. To'lovlarni qilib, navbatimni poylab, kirib, venadan qon topshirdim. Nimagadir bu yerda jarayonni videoga olishga ruxsat berishmadi. Chiqib, darrov barmog'imdan ariyada ham tekshirib ko'rdim. Ariyada natija 8,7, laboratoriyada esa 9,7. Ovqatlanib 2 soatdan keyin ham topshirib ko'rdim. Ariyada natija 12,3 chiqdi. U baland sahrda ham farqini ko'rib olaman deb natijalarni juda ham intiqlik bilan kutdim va laboratoriyada nimagadir 14,8 ko'rsatdi. Ariyani call centerga telefon qilib sababini so'ramoqchi edim. Internet tutib ko'rish xayolim kelib qoldi. Xalqaro standartlar, ya'ni ISO 15197 da yozilishiga qaraganda, agar sizning sahringiz 5,6 dan baland bo'lsa, glyukometr va laboratoriya orasidagi farq 15% xatolikkacha ruxsat etiladi. Bunday farqlar ayniqsa vena va barmoqlar orasidan olingan qonda va ovqatdan keyingi olingan qonda yaqqol namoyon bo'ladi. Xalqaro standartlarga ko'ra mening glyukometrim to'g'ri ishlar ekan. Sizga ham o'z glyukometringizni laboratoriya bilan tekshirib ko'rishni maslahat beraman. Bu videoni esa ariyani ishlatadigan do'stingizga borib qo'yishni unutmang.